Agar siz kechasi 24/7 ishlaydigan do'konga kirsangiz va barcha mahsulotlarning narxi bir xil ekanligini, sotuvchi esa sizga sinchkovlik bilan qarayotganini sezsangiz, demak siz katta ehtimol bilan anomaliya 55 ga tushib qolgansiz. Undan eson-omon chiqib ketish uchun vahimaga tushmang va qoidalarga aniq amal qiling. Birinchi qoida: kirish eshigini unuting. Endi u xuddi siz turgan xonaning nusxasiga olib boradi, ammo u yerda sizga jiddiy xavf tug'diradigan sotuvchi kutib turgan bo'ladi. Ikkinchi qoida: mahsulotlarni yemang va ichmang. Ularning ichidagi narsalar hech qanday mantiqsiz, tasodifiy aralashmalardan iborat bo'ladi. Juda kuchli zaharlanishni xavfi esa 90% dan yuqoriroq. Uchinchi qoida: sotuvchi bilan hech qachon muloqot qilmang. Unga bir qarashni o'zi yoki murojaat qilish anomaliya 55 ning ichida bo'lishingizni bir necha barobar xavfliroq qiladi. Uning ko'ziga aslo qaramang, ovoz chiqarib gapirmang. Agar tasodifan unga murojaat qilib qo'ysangiz, zudlik bilan javonlarni bir-birini ustiga ag'darib, o'zingizni barrikada bilan himoya qiling. Sotuvchi sizga qisqa vaqt ichida yetib bora olmasa, u sizga bo'lgan qiziqishini yo'qotadi va faol bo'lishdan to'xtaydi. To'rtinchi qoida: anomaliya 55 ning orqa xonasiga boring. U yerda siz real dunyodagi haqiqiy vaqtni ko'rsatadigan budilnikni topasiz. Uni zalga olib chiqing. Diqqat! Orqa xona eshigini ochish 25% hollarda sotuvchini faollashtirishi mumkin. 5-qoida: budilnikni topganingizdan so'ng soat 5:10 dan 5:36 gacha bo'lgan vaqt oralig'ini kuting. Shu vaqt oralig'ida anomaliya real dunyo bilan sinxronizatsiyalashadi va siz deraza orqali chiqib ketishingiz mumkin. Ammo hech qachon zalda uxlab qolmang. 2% hollarda sotuvchi 2 soatlik tinchlikdan so'ng ham faol bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hushyor bo'ling. Sizga omad tilaymiz.